Qo'lda hammaga salom. Yaxshimisizlar? Charchamasizlar? Mana Spark qaranglar. Короче, bunda ko'p narsa yo'q. Faqatgina men ko'rganim, bilganim eshik oynalari nikkel qilingan. Eshik oldi nikkel, oq nikkeldan foydalanilgan tonirovkasi bor. Yana bu Spark'imizning orqa tarafida mes faralar bor. Yana nima desam bo'ladi? Ko'p narsasi yo'q. Spark. Bu mashinaning ichki salonida asosiy ishlar qilingan. Asosiy ishlardan bittasi mana ichki salonni ko'rishingiz mumkin. Hop, ichki salonida Mercedes deflektorlar hamda Malibu burlar qo'yilgan hamda TCC3 monitori qo'yilgan. Hamda shu mashinamizni diska baloni ko'rishingiz mumkin. Bu tarafini ham ko'rsataman hozir. Ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mana diska balonining orqa tarafi. Bu diska balon ko'pincha kobaltlarga taqiladi o'zi. E'tibor bergan bo'lsanglar, bilgan bo'lsanglar, bilsanglar agar kobaltlar ko'pincha taqadi bu diska balonga. Mana orqa taraflarda bitta tonirovkasi bor. Bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Mashinaning yon tarafiga keladigan bo'lsak, yon qismiga keladigan bo'lsak, eshiklariga oq rangli nikkellar yopishtirilgan. Lekin просто bo'lma. Просто men qarang. Salon. Nima deyapti? Oddiy qilingani bilan, lekin did bilan qilingan, lekin men ko'rib просто maza qildim saloniga. Mashinamizning old tarafiga keladigan bo'lsak, ablisovka almashtirilgan. Old ablisovkasi Malibu ablisovka qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu mashinaga ko'p pul tikilmagan, ko'p ish qilinmagan ekan. Shuning uchun buguncha hozircha shular bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.